Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men tarix fanlari doktori Azimxo'ja Xo'jayev. Bugungi o'tiladigan mavzumiz Turk haqqoniy davrida Turon, ikkinchi qism. Reja bo'yicha 7 ta masalani ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. O'rta Osiyo xalqlari Turk haqqonligi tarkibida G'arbiy Turk haqqonligi, iqtisodiy, ijtimoiy hayot, diniy e'tiqodlar, Suud tarkibidagi ilk feodal davlatlar, Farg'ona va Xorazm haqqonliklari, Shoch va Iroqning ma'muriy boshqaruvi, xo'jalik va madaniy hayot masalalari ko'rib chiqiladi. Bu mavzu doirasida qilingan ishlar anchagina salmoqli bo'lib, bu aynan Turk haqqonligi davri mutaxassislari tomonidan yozilgan asarlar hisoblanadi. Bu asarlarda Turk haqqonligining tashkil topishi, rivojlanishi, G'arbiy Turk haqqonligining vujudga kelishi, uning ijtimoiy, iqtisodiy hayoti masalalari batafsil ko'rib chiqildi. O'tgan adabiyotlarimiz deyarli bu darsda ham takror keladi. Turk haqqonligi hududi jihatidan hozirgi Koreya yarim orolidan to Qora dengizga qadar cho'zilgan ulkan hududni egallagan davlat bo'lib, 603-yilga kelib bu davlat ikki qismga bo'linadi. Ya'ni Sharqiy Turk haqqonligi va G'arbiy Turk haqqonligi. Bizning hududlarimiz Turon hududi aynan G'arbiy Turk haqqonligi tasarrufiga o'tadi. G'arbiy Turk haqqonligi o'z navbatida Eron, Xitoy, Bizantiya, Kavkaz, Volga, Ural bo'yi davlatlari bilan, o'sha yerdagi xalqlar bilan munosabatlarga kirishadi va ular bilan savdo-sotiq aloqalarni bo'ladi. Turk haqqonligining hududi, u egallagan viloyatlar haqida bir qancha xaritalar mavjud. Mazkur xaritada Turk haqqonligi tomonidan qo'lga kiritilgan, Turk haqqoniy tasarrufiga o'tgan Turon hududlari aks etgan. Bu Farg'ona, Choch, Uslushona, Suud, Baxtli To'g'riston, Xorazm va Xorasonning muayyan qismlari o'sha davrda G'arbiy Turk haqqonligi tasarrufida edi. Turk haqqonligiga oid asosiy voqealarga to'xtab o'tadigan bo'lsak, 6-asr o'rtalarida Ashina qabilasining Yabg'ulari, Asalshot, Tuv va Bo'minlar Turkiy xalqlar ittifoqiga asos solishgan. 551-yilda Bo'min o'zini haqqon deb e'lon qilgandan so'ng Turk haqqonligi o'z hududlarini kengaytirishga kirishadi. Ayniqsa g'arbiy yo'nalish bo'ylab Turk haqqonligi Oltoy, Janubiy Sibir, Yetsu, Turon, Sirdaryo, Orol dengizi bo'ylari, Amudaryo sohillari, Kaspiy dengizigacha bo'lgan yerlarni egalik qila boshlaydi. Turk haqqonlari bu harakatlari bilan Sosoniylar Eroni va Bizantiya imperiyasiga chegaradosh bo'lib qoladi. Natijada Sosoniylar va Bizantiya bilan bo'lgan munosabatlarga kirishadi. Turk haqqonligining Bizantiya va Eron o'rtasidagi ziddiyatdan foydalanib, bu davlatlar bilan munosabat olib borganligi, qolaversa Turk haqqonligi bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatlarning keskinligi ham o'sha davrning muhim siyosiy voqealari hisoblanadi. Turk haqqonlari Bizantiya bilan munosabatlari yaxshi bo'lsa-da, Eron bilan munosabatlari iqtisodiy manfaatlarga bog'liq holda kechadi. Xitoy bilan esa doimiy ravishda iqtisodiy va siyosiy keskinlik avj olib turadi. Turk haqqonlari Bo'min davrida va uning vorislari Islamiy, Qoracho'rin, Tonyabg'ular davrida o'zining qudratiga erishadi. Xususan, Islomiy Yabg'u davrida Turk haqqonlarining g'arbiy sarhadlari kengaygan bo'lsa, Tonyabg'u davrida Turk haqqonlari qator islohotlarni amalga oshiradi. Bu islohotlar natijasida boshqarilayotgan viloyatlar bevosita Turk haqqonlari, ham mahalliy, ham Turk haqqonlari noiblar tomonidan boshqarila boshlaydi. Ya'ni Turk haqqonligi ma'muriy boshqaruv va mahalliy ma'muriy boshqaruv o'rtasida sintez jarayoni ro'y beradi. Turk haqqonlarining tashqi siyosatida boya aytib o'tganimizdek,
Eron, Bizantiya, Xitoy muhim o'rin tutgan. Va bu har bir davlat bilan bo'lgan munosabatlar esa iqtisodiy aloqalarga, siyosiy vaziyatga ko'proq bog'liq bo'lgan. Turk xonlarining ichki mahalliy hukmdorlar bilan munosabatlari esa doimo yaxshi bo'lib kelgan. Ya'ni bu yerda asosan xudoandachilik orqali nikoh diplomatiyasi yo'lga qo'yilgan. Ayniqsa Suud bilan Turk xalqlari o'rtasidagi nikoh diplomatiyasi manbalarda yaxshi o'z aksini topgan. Shu bois ham Turk xalqlari va Suud o'rtasidagi munosabatlar, Turkiy va Suudiy munosabatlar doimiy ravishda mintaqadagi voqelikni belgilab turgan. Turk xalqlarining davrida Turon mintaqasida dehqonchilik, hunarmandchilik rivojlanadi. Ayniqsa aholi o'rtasida uzum yetishtirish, uzumchilik, bog'dorchilik, qolaversa paxta yetishtirish, beda, tut daraxti ekish kabi sohalarga katta e'tibor beriladi. Bu o'rinda aytib o'tish kerakki, tog'-kon sohasida ham juda katta yutuqlarga erishiladi. Farg'ona, Suud va Choch hududlaridagi Iroq hududlaridagi konlardan qazib olingan madanlar hunarmandlar uchun mahsulot yasash uchun asosiy xomashyo bo'lib xizmat qilgan. 6-7 asrlar davriga kelgan paytda Turk xalqlarining garchi ulkan hududni egallab qudratga erishgani bilan uning atrofida bo'layotgan, ya'ni Eron va Xitoy bilan bo'layotgan munosabatlardagi ba'zi keskinliklar Sharqiy Turk xalqlarini kuchsizlantiradi. Sharqiy Turk xalqligi bir muddat Xitoy tasarrufiga tushib qoladi. G'arbiy Turk xalqligida esa bo'lginchilik, ya'ni ayirmachilik kayfiyati kuchayadi. Bunga sabab mahalliy hukmdorlar, qolaversa yirik zodagonlar, yer egalarining mustaqil faoliyat olib borishlari asosiy sabablardan biri bo'lib qoladi. Turk xalqligi davrida ayniqsa Suud mamlakati kuchayadi. Uning boshqaruvida demak mahalliy hukmdorlarning mavqei ortib boradi va Suud hukmdorlari, Suud Ushturishoni, Taxoliston va Xorazm hukmdorlari o'z nomlaridan Xitoyga elchilar yuborishga ham muvaffaq bo'ladi. Turk xalqlari davrida bir qancha yozma bitiklar saqlanib qolgan. Bular To'nyuquruq, Bilgaxoqqon, Kultegin kabi tosh qoyalarga, toshlarga bitilgan yodgorliklar va bular albatta Turk xalqlari davrida joriy qilingan turk run yozilgan. Turk xalqlari Turonni egallagacha esa bulardagi yozuv, ya'ni ma'muriy boshqaruvdagi yozuv Suudiy yozuvga almashadi. Suudiy yozuv ularning asosiy yozuv sifatida joriy qilinadi. Boshqaruv amaliyotida Turk xalqlari avvallardan saqlanib qolgan qag'an, ya'ni xalqon unvonni saqlab qolishadi. G'arbiy hududlarda esa yabg'ulik joriy qilinadi. Shu bois ham g'arbiy Turk xalqligi, g'arbiy Turk yabg'u xalqligi nomi bilan tarixda tilga olinadi. Turk xalqlarining mahalliy boshqaruvni ham saqlab qolganligi kuzatiladi. Xususan Suud va Farg'onada iqshitlik, Tog'oristonda Malikshohlik, Xorazmda Xorazmshohlar, Keshda Ixritlar, Buxoroda Xudotlar o'z hukmdorliklarini saqlab qoladi. Ya'ni bu davrda Turk xalqlari mahalliy boshqaruv bilan turkiy boshqaruvni sintezlashtirishga harakat qilishgan. Mana shu joyda kuzatish mumkinki, ya'ni mahalliy boshqaruvga ko'p ham aralashmaslik, ya'ni Turk xalqlarining mintaqadagi iqtisodiy, ijtimoiy hayotni rivojlantirishga xizmat qilgan. Bu davrda demak asosiy mintaqada zardoshchilik bo'lgan, buddizm janubda tarqalgan, undan tashqari mo'yinlik, mazdachilik, xristian dinlari ham tarqalgan. Afrosiyob devori suratlarda namunalar bu yerda ko'rsatilyapti. Ya'ni Afrosiyob devori suratlar o'sha paytda san'atning qancha rivojlanganini ko'rsatadi. Nafaqat Afrosiyob, varaqcha, qolaversa Panjikentdagi devor suratlar ham o'sha davrdagi san'at, madaniyat rivojini ko'rsatadi. Qolaversa Turk xalqlari davrida tangalar zarb qilingan. Bu tangalar esa albatta Suudiy bitik bilan bitilgan tangalar hisoblanadi.
umuman olganda Turk xalqonligi Turonning taraqqiyotida muhim o'rin tutgan bosqich hisoblanadi. E'tiborlar uchun rahmat. O'tmoqchi bo'lgan mavzumiz shundan iborat edi.